Assalomu alaykum aziz vatandosh aka-ukalarimiz. Mana To'qishto O'zbekistondan avtobusimiz yetib keldi. Sankt-Peterburg, Moskva odam olamiz aka-ukalar. 10-aprel chisla, bugun chislamiz 10-aprel mana YouTube tarmog'iga qo'yib boramiz aka-ukalar. Ichki salonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Dokumenti yo'q, prasroshnilar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Bez deport, bez zaplit qilib yetkazib qo'yamiz mana. Ichki salonlar ham ideal holatda aka-ukalar. Chotki. Narxlari avtobus narxi 4000 rubldan iborat aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar. Bez posredniy samigilami. O'rtakashlarsiz. Tanlovda adashmasdan prямо nomerlarimiz qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasiz aka-ukalar. Bez posredniy samigilami aka-ukalar. Tanlovda adashmaymiz. Ichki salonlar asha zo'r. Zaryadkalari bor. Televizorlari bor. Bemalol murojaat qilaveringlar akalar. Komfort Plus avtobuslarimiz. Chotki akalar. Ishonchli nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Tanlovda adashmanglar, bez posredniy samigilarni aka-ukalar. Sankt-Peterburg, Moskvadan odam olamiz aka-ukalar. Mana. Chotki avtobuslarimiz. Tanlovda adashmanglar. Bemalol murojaat qilaverasizlar aka-ukalarimiz. Ekranimizga ishonchli nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bez posredniy aka-ukalar.